Qayerdansiz? O'zbekiston Farg'onadan. Ismingiz nima aka? Qudrat. Dubayda qanchadan berisiz? Dubayda xudo xolisa 2 yildan o'tdi. Dubayda nima ish qilasiz? Dubayda real estate ishlayman. Fan properties degan nimada. O'zbekchasiga aytganda makler. Bu ishni Dubayga kelib qanaqa qilib topgansiz? Men Dubayga 18 yoshimda kelganman. Birinchi restoranda ishlaganman 2 yil. Bitta restoranda ishlaganman. Undan keyin shu nimaga qiziqish bor edi, shu sotuv sohasi, shu uy ko'ytidasida qiziqish bo'lib, bitta ikkita akalarimiz, ukalarimiz o'rtalarida ishlashardi, o'shalarni nimasi bilan aloqa qilib ular bilan HR'ni nimalarni nomer topib, shu rezyume qilib, apply qilib, intervyuni o'tib ishlayveramiz. Qalay bo'lgan aka? 18 yoshga kelgan ekansiz. Bu yerda o'z yosh limiti bor 21+. Qiyinchiliklar bo'lmaganmi kelganingizda? Qiyinchilik menda bo'lganda. Qanaqa qiyinchilik? Shu yosh problemasi har doim bo'lardi. Faqat intervyuga borsam shu yoshim to'g'ri kelmas. Vez, roz hammasi to'g'ri kelsa ham shu anaqa to'g'ri kelmas. Yosh to'g'ri kelmasda aytishardi, "San" dedi, anaqa yoqding menga, bu prosta yoshim to'g'ri kelmas ekan. Endi 21 ga kelgandan keyin 21 ga kirib keyin kelsang keyin olamiz deyishar hammasi. Birinchi izni qancha topgansiz? O'zimga yoqib, mana shu yerda ishlayman degan restoranda 2 oydan keyin. 2 oy ichida qancha rasot qilib qo'ygansiz? 2000 ga yaqin dollarlar.